Assalomu alaykum kanalim qadrli a'zolari. Kanalimga yangi qo'shilgan qizlar xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga yangi ish boshlayotgan qizlar uchun, shu narsani qilib ko'rmoqchi bo'lgan qizlar uchun juda ham oson obodo ko'rsatib bermoqchiman. O'zi bu obodo ko'rsatmoqchi edim. Prosta ko'p qizlar Instagram, Telegramdan ko'p so'rashdi-da. Mana shu narsani qilsam bo'ladimi, qiynalmaymanmi, olgan narsalarim qolib ketmaydimi, yasolmasam deb ko'p so'rashadi. Shu qizlar uchun ko'rsatib bermoqchiman. Qilgan yilida bittada o'xshab chiqadigan bo'ldik. Albatta qilib ko'ringlar. Buning uchun bizga ikkita mana shunaqa Caesar bite deyshadi buni. Buni har xili bor. Shunisidan oldim men. Ikkita kerak bo'ladi undan, ko'zli kerak bo'ladi. Kichkina razmerda tomchi shaklidagi ko'zli va tillarang temir abadok kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz har bitta bayiga ko'zlarni yopishtirib chiqamiz. Kleylab ko'zlarni hammasiga yopishtirib chiqamiz. Mana qizlar, ko'zlarimizni yopishtirib olganimizdan keyin buni yaxshilab qotirib olamiz. 3-4 soat yoki bir kundan qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yaxshilab qotib olish kerak. Keyin bayimizni mana shu uch qismiga ko'z yopishtirmaymiz. Mana shu ko'rinishda sindirib olamiz. Olib tashlaymiz. Mana shunaqa qilsanglar o'zi sinadi. Keyin buni abadokka ikkita chetiga sim bilan yaxshilab qotiramiz. Qizlar, bu abadokka keyin xohlagan rangingizda qilsanglar bo'ladi ko'zini. Bayini ham kumush rangda qilsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli chiqadi. Yashil, ko'k, oppog'ini ham qilsanglar bo'ladi kelinlarimiz uchun. 0.3 simda, ingichka simda yaxshilab qotiramiz buni. Ikki yo tarafiga bir xil qilib qotirib olamiz. Yaxshilab aylantirib o'raymiz. Buni tagidan yupqa qilib pistolet debman. Temir kley surib olasizlar. Mana qizlar, ikki tarafini ham yaxshilab simda qotirib oldim. Endi o'rtasiga metrajli ko'zni o'lchab olamiz-da, uni yopishtiramiz. Kley surib olamiz, temir kleyimizni. Keyin metrajli ko'zimizni iloji boricha kattaroq razmerdagidan ishlatamiz. Qizlar, mana abadokimiz tayyor bo'ldi. Birinchi ish boshlamoqchi bo'lgan qizlar uchun juda ham oson variant. Birpasda o'xshaydi, juda ham chiroyli chiqadi. Ro'mol bilan taqsanglar ham, soch bilan taqsanglar ham juda ham chiroyli chiqadi. Buni xohlagan rangingizdan qilsanglar bo'ladi. Sizlarga videom yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'linglar. Videomga like bosinglar, o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar.
yana shunaqa videolar chiqaraymi yoki ko'proq qiyinroq narsalarni o'rgataymi, o'zinglarning fikringlarni qoldiringlar. Kattakon rahmat.